Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körülmeler, bütün dünyadaki aziz kıyırdaşlarımız. Qalbdan qalbga namlıq programımızın 9. sani görüşünlerini karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqun. Qadrli körülmelerimiz, bu uluq mübarek ayının harp günden başlap her günü huzuruna bulup kelivatımız. Bir-birinden alim, bir-birinden güzel ustazlarımız bilen her günü bu mübarek küllerimizni yeni bir məlumat bilen hayatımızda texinmek, mənilik, Allah subhanahu wa ta'alaga texinmek yıqıllaşkan şekilde dinimizden intayin muhim boğan prensiplerden hayatımızda her daim buluşu gerek boğan mezmunlarını ustazlarımızdan etraflık, meyğizlik düşündürüşü bilen bu savapla, ecirle, hassilep yırıldığan bu mübarek küllerde texinmek Rabbimizge yıqılışış niyetide xuddi ilgirki yıllağı oxşaşlama her gün huzuruna buluvatımız. Allah subhanahu wa ta'ala amellerimizi dergahide kubul kılsın dep dileyimiz her zaman. Bugünkü temimiz tünügün ilanımızda belgendek intayin muhim boğan her bir mümin çokum hayatıda dikkat kılışı gerek boğan temilarının biri. O bozumu zulüm, zalim ve mezlum temisi toxtulluğallıqımızı elan belgendik. Elbette programımızın vaxtına nispeten intayin çoğun bir tema, nahayete etraflıq sözdügül bulduğun tema. Lekin şundaq bozumu biz bugünkü hayatımızda nurgun kişiler dikkat kılmayıvatkan bir mesele. Addi çağlavatkan ama Müslüman qeyrindişiga hatta insanın öz-özüge qandaq zulüm qıp qaldığanlığını muşu qısqı vaxtımızda toxtuluşq tirişimiz. Bugünkü aziz mehmanımız hamalar tanışıq boğan ilgirimi köplegen programlarımızda huzurunlarda boğan ustazlarımızdan Şarkı Türkistan Ölümala Birligi azası Qasım Damoğlu'nu teklif qıldık. Qimmatli vaqtdan chiqarib qadam tashrif qilib berganligi uchun ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Sizlarga rahmat, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız orqali tarqatilib o'tadi. Ekranlarda chiqib turayotgan nomerimiz shundaqla ijtimoiy fikr vositalaridagi aloqa vositalarimiz orqali programımızga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa berishinglarni, savollaringlar bo'lsa so'rashinglarni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Undaqda bevosita programımız kirib ketsak, hurmatli ustoz. Oldi bilan shu zulm degan vaqtida albatta insonning eng boshda zihniy keladigan narsa bo'libmi biz Uyg'ur millatining ichida bir-birisiniki normal ijtimoiy munosabatdagi elish berish yoki urib so'qib olish degandek narsani yo bo'lmasa ishg'olga uchrash bizga o'xshash degandek manlardan ko'proq buni hamda tushundimdi. Shuna bu huquqni oldi bilan Qur'on sunnatninki ruhi bo'yicha Qur'on sunnat zulmni qanday ta'riflaydi buning bilan kirgan bo'lsak. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve men vela amma ba'd. Sizlerden Allah razı olsun. Şu uluq Ramazanda Allah farz qılgan şu amalni tutish uchun can dili bilan sadaqat bilan bo'layotgan barliq mu'minlarningki Ramazoni qabul bo'lsin. O'qigan taravihdan Allah subhanahu wa taala qabul qilsin. Şu uluq Ramazonning hurmati bilan Allah subhanahu wa taala bizning arzu maqsadlarimizga yetkazsin. Bilib-bilmay qilgan xatolarimizni Allah taala afv qilsin. Amda zulüm degan bu tushuncha nayeti bayamsiz degandek nayeti kengir doiralik bir tushuncha. Asli buning bir qancha yarim soatlik vaqt ketmaydi. Masalan, zulmning bir qancha ta'rifoti bo'lib, har bir ta'rifotiga olimlar birdan ba'zi maqola hatto kitob yozilgan bir temamdi. Biz hamda bu yerda butunlay tafsilotni bayon qilish emas, bizga hozir zarur bo'layotgan, bizda ko'rilayotgan, biz sezayotgan temalarni qisqacha bir xalqimizga xatarlik taraflarini bir ogohlantirib, to'g'ri taraflarini bir o'rgatishga urinyapmiz hamda. Allah shu maqsadlarimizga yetkazsin. Zulüm degan asli gap bu arabcha so'z hamda. Biz musulmon bo'lganlik sababimizdan nurg'un kalimalar Qur'on va hadisning lafzi e'tibori bilan bizga shu lafz bo'yicha kirgan hamda. Zulm degan haqning haqqiga tajovuz qilish degan bo'ldi. Biz uyg'urshlashtirgan vaqtida boshqalarning haqqiga tajovuz qilish. Masalan, buni Allohning haqqiga tajovuz qilish, boshqalarning haqqiga tajovuz qilish, özünün hakkını bilmey özü qanday qilib qilish, tajovuz qilib qilish degan bo'ldi. Lug'atda arabchada bir narsani o'rniga emas, o'rnidan boshqaga qo'yib qo'yishni zulm deb ishlatilgan. Masalan, asli
sizninki bana berdi, sizge berdiğen mende bir pulları olup kalsa, sizge bermey başka yere işiltip etken bolsam, bunun özümün bolduğu ise zulümün katardım boldu. Lugat itibarda. Şer'i itibarda hazır sizning haqqılarını ilvelep, haqqıları tajavuz qilgan boldu mende. Bu Arap tilida kelimesi olup, yani bayam degendik bir narsani o'rnidan başka yerga ishiltib qo'yish yoki isloh elib aytgan vaqtimizda haqqi qanday qilib qo'yish, tajovuz qilib o'tib ketish. Endi bu zulm meselesini Allah subhanahu wa taala nurg'un o'rinlarda nihoyat sezgir holatda bayon qilgan. Dastlab deyilib isaq, masalan, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadis kuddisi arqali Allah subhanahu wa taolaning bizga degan sözünü bayan kılıyordu. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de hadis kuddisida Peygamber sallallahu bayan kılıyor. Ey bendelerim, ya ibadi, inni harramtu zulme ala nefsi. Men zulümünü üzemgim haram kıldım. Men hiç kandak bir insanga, hiç kandak bir bendige, hiç kandak bir canlılık kana kılmayma, zulüm kılmayma. Bu zulüm ne? Hatta sizlerinin oturanlarımı haram kılıp çekildim ki bir sonraki kandak kılmalı. Tezalemu, bir sonraki zulüm kılışmalı. Dep al-Quran. Ve yani şu Allah Subhanahu wa Taala Kur'an-ı Kerim'de la tahsabannallaha gafilen amma ya'malu zalimun. Bazı başkalarına hak tecavüz kılgan zalimler beni bilmeydi. Allah bu işlerimizden habersiz dep oylap kalmasın. Biz barlık nesillerden qanday qilamiz, xabardor bo'lamiz deb bu vaqtda Allah Subhanahu wa Taala Kur'an-ı Kerim'de bayan kılgan. Ve yani şundaqla zulüm hakkı değil bir ayette inne şirke le zulmun azim. Bu ayetin kep çıkışıda mesela yani bir ayette "Velem yelbisu bi imanihim zulmen." Yani özlerininki imanıga zulümni allaştırmagan kişiler hakiki mümin bolalar degan bir ayetning tarifatı bayan kılınan vaqtida ayet Peygamber İslam'dan sahabeleri biz özümüzge bu zulüm qilib qolamiz-go. Biz bazı haqqı yamanga vaqirab qolamiz balalarımızga, bazı günah masiyetlarni qilib qolamiz deganda Allah Subhanahu wa Taala bu ayet arqali haqiqiy en çoğun zulüm nima şirk, yani Allah'ın hakkını qilish, tajovuz qilish deb bayon qilgan. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de zulüm hakkında nurg'ulgan ayetler var. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir hadisini bayon qilsa, Peygamber İslam hadisinde zulümden saqlaninglar. Meyli o'zingizga, meyli Allah'ın hakkıga, meyli başkalarının hakkı zulüm qilishdan saqlaninglar. Zulüm yani kıyamet gününün karanlıktan ibarettir. Yani zulüm kılsan kıyamet günündeki devzakның karanlıkıdır çok kapkalıysa şu yegisini apırıp koydu dep bu zulümninki nayeti iğir ikellikini bizge bayan kılgan zulüm hakkıdaki Kur'an-ı Kerim'deki bayanlarını kısaca üçüncülük bayan kılsak kalan tefsilatı kılsak buldu inşallah. Allah razı olsun. Hem de aslında yani yukarıdaki söylep ötkenleri de zulümninki yani türlerini mi söylep etken boldu bence. Hem insan özgü mü zulüm kıldı, Allah'ı mı kıldı, şirik keltiriş bilen Allah'ın yol yoruqlarına boysunmaslık bilen yani bu Allah'ın hakkıga kirdigan başkalarga insanlar otursidiki her xil münasibetlerde igiz pas qilish bilen başkalarga qilingan zulüm. Bunun türlerini bayan qilib o'tgan bo'ldi. Hem yuqoridagi tilga qilib o'tgan oyatda mesela bu hadis qudusiymi? Ben zulüm qilmayman, haram qildim zulümni. Andaki oyatlardan yana mesela Kur'an-ı Kerim'de qanchalagan yerlarda Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın bendelerge zulüm qilmaydiganligi, hergiz zulüm qilmaydiganligi tilga qilindi. Bu ayetning tushuntirilishini biraz açkan bo'lsa. Bo'ldi, nima bu ayetning tushuntirilishini tushuntirmay, bayam ta'rifatning o'zlam so'zlab qoldim endi. Endi buni sal tafsillashtirishga to'g'ri kelib qoladi. Ya buni ayg'ida davomlashtiramiz, chunki biz hozir 3 xil zulmni dedik. Bu zulmning tafsiloti haqqiga azroq kirish zarur deb qarayman endi. Çünkü asası bir yerde biz hem de Uygur Müslümanları zulüm yaşayotgan bir mazlum hem de. Vatanimizde tecavüz kılıp hakkımızı ele aldı, vatanımızı ele aldı, ibadet kılış erkinlikimizni ele aldı, bir qalaqdı yaşaş erkinlikimizni ele aldı bizden. Urug tuqqanlarımız bilen bolgan alaqaşı telefon bütün hakkımızı ele algandan keyin o en çoğ zalim, biz en ağır zulüm uçurgan. Bu her birimizge ayan bolayotgan zulüm. Bu zulümni bilimiz. Yani bir bizde hazır insanlar zulüm dep qaramasdan addi sanayotgan bir türküm zulümler var. Çünkü bizden idimizde aşı bir hakimiyetten ya ki başkalardan aşı uruş, tıllaş, öldürüş veya ki bizdeki yurtlarını eliveleş,
mesela Müslüman diğerlerini büsüp kirishni ibaretten neslerini zulüm deb qarab, kalırsak şu kirgenlik için bazı neslerini addi deb qaraydi. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de zalimlar nim qilib qolmasin, bizni bilmay qolmasin deb bilmaydi deb o'ylab qolmasin. Yana bir oyatda bu zalimlar o'zining qat arada qiyomat kuni o'zining nega borganligini bilib qoladi, ig'ir jazoga uchraydi deb ogohlantirilgan şu zulüm ve şu zulümni qilguvchilar oddiy ishlar orqali şu jinoyatni sodir qilib qolgan bo'ladi. Masalan, misolga kelib aytsak, birinchisini qilsak, birinchi zulm bir insonning o'ziga o'zining zulm qilishi. Bu oyatda Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Nahl suresida deydi ki, biz ularga zulm qilmadik, balki ular o'z nafsiga o'zi qanday qildi? Zulm. O'ziga zulm qildi. Ya'ni o'sha do'zaxga kirib ketganlar, gunoh ma'siyatga ketib ketganlar biz zulm qilmadik. Ular o'ziga o'zi zulm qilib, o'ziga to'g'ri Alloh taolo rahat qilib bergan, halol qilib bergan narsalar bilan shug'ullanmay, harom bilan shug'ullanib, Allah cheklab qo'ygan narsalardan tajovuz qilib, olqib ketib, Allah'ın Resulünün sözüge kirmey, İslam şeriatidagi o'zi bo'ysunmay, o'ziga o'zi qanday qilib oldilar? Zulm qilib oldi. Yani unda olsa o'ziga zulm qilib olgandan keyin qilgan ishi zulmken bu odam nima bo'ladi hamda? Zalim bo'lib qoladi. Xo'sh. Yani gunoh ma'siyat bilan shug'ullangan. Chunki oyatdim debdi ya, Allohga sherik keltirgan kishi nima bo'ldi? Zalim. O'ziga Allohning chegaralardan arqib ketgan gunoh ma'siyat bilan shug'ullangan kishi nima bo'ladi? Zalim. Muşu zalim mu? Yani şu Kur'an-ı Kerim'de bayan kılınan şu cezalarını nima bo'lib qolib qoladi? Uchrab qolish ehtimoli bo'lib qoladi. Chunki ta'bir bir zalim bo'lganligi uchun. Endi hozir bizda bakrak ta'sir qilib kelayotgan ahvol nima bo'lsa, shu birinchisi Allohga o'z nafsiga zulm qilish, ikkinchisi Allohning haqqi zulm qilish, uchinchisi nima dedik? Başkalarının hakkına qilish, tajovuz qilish dedik. Üçüncüsü. Ama biz bakrak şer'iyligimin demoqchi bo'lganimiz bu. Çünkü bizde hazır mesela zulm qilish deganlik her kişinin ailesiga zulm qilishi, dadininki ballarga zulm qilib qilishi, o'zining atrofidagi kishilarga zulm qilib qilishi. Bu tür her xil odamlarga, atrofidagi odamlarga zulm qilib qilish. Bu zulm qilish ya malni elib olish bilan bo'ladi, ya obro'yni tökeş bilan bo'ladi, yoki haqqini ilib bilish, yoki haqqini kamaytirish bilan bo'ladi qanga. Muşlar hammasi nima bo'ladi? Boshqalar qilingan zulm bo'ladi. Endi hozirgi mana shu Ramazon oylarida turayotimiz, Alloh taolo bizni gunoh ma'siyatdan, xatoliklardan ijro qilsin. Hozirgi bizda shu atrofimizga qarindoshlarimizning davomli kelayotgan shikoyatlardan birisi nima desa, o'zining musulmon qarindoshi özü bilan birga ham suhbat bo'lgan, birga o'tirib qo'pish qilib tamoq dasturxonda birga bo'lgan qarindoshning iqtisodini aldab olib oladigan. Bir usullar orqali uning pulini elib, uningga hatto bermaydigan. Qazg'i ilib olsa, qazini vaqtida ado qilmaydigan. Hattoki payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam iqtisodi ba odamning qazini uzatib o'tishi nima? Zulm deb atagan. Ya'ni imkoniyat turib qazini bermay uzatib o'tishi aqirinishi qilgan nima? Zulm degan. Hozir davomli shu ulamolar birlik kelayotgan shikoyatlarmi boshqalarni shunda o'rinsiz haqning iqtisodiga tajovuz qilib qo'yib o'tadigan va yoki pulni elib olsa bergilmay xiyolda yo'q yuradigan, xuddi o'zining pulini his qiladigan mana shunday ahvollar. Ular o'ylab qoladiki, bu oddiy ish-ku, men vaqtida berib, kim pul topsam berayman-ku, men yeyolmadim-ku degandek o'ylab qoladi. Ammo qarshi tarafdagi shu ziyonkashlikka uchragan kishi shu pulning yo'qlik sababli nima jafolarni tortdi masalan. Shuning o'zida bir shu iqtisod sababli davolanmagan odam bo'lib qolgan bo'lsa, masalan, yoki shu pul yana yo'qlab boshqalarga sag'irib, ba'zi bir xato ishlarga sabab bo'lib qolib qolsa, jinoyatchisi shu inson bo'lib qoladi. Ya'ni shu qarindoshiga zulm qilgan va nurg'un xatoliklarga sabab bo'lib qolgan bo'lib qoladi. Masalan, nurg'un qarindoshlarimiz masalan özün ait takva, şekli kıyafeti ait isil, şunda isil gep sözleri, namazları cayda, ama bazı aşında insanların, etrafındaki insanların pulunu koyup öteş, olanı aldı öteş, iqtisadiga mesela tecavüz kılış, hatta yalgan gep kılış. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de وَمَنْ أَزْلَمُ diye ayet isim kemmede Allah'a yalgancılık kılgan insandı mı neyim bağma? Zalim insan bağma? Dep bayan kılgan. Yalgancılıkın onuzu zulüm.
Başqalar çünki başqalar yalğan gap qilib haqqı tajovuz qildi. Uning to'g'ri gapni deyish asli nimada haqiqatda uning. To'g'ri gapni emas, to'g'ri bir gapni deganlikning o'zi uning qanday qilgan bo'ldi? Zulm qilgan bo'ldi. Mana bu zulmlar nima qiladi desa, musulmonning obro'yini, islomning obro'yini tushirishga sabab bo'lib qoladi. Chunki bu musulmon deyapti biz ishinib buning pul versak qo'yib ketdi ya bu. Masalan, buning bəsək bəməvatı deyə bizin ziyan uçurtib etdi və şunun olan ətrafındakı İslamni tazı mükemmel düşünməyən insanların jıraqlaşıb getişiga qanday qılıb qılıyatdı da səbəb bulub qılıyatdı. Bu ma dünyada nurgulğan avarçılığını etkensə qiyamət günüsü ma zulmның cəzasını, zulmның cinayətini iğir tatib qılıb qılamız. Şunun olan birgə hem de hazır şu ailələrdən öz ara zulm qilish məsələsi buna aid olub ketib bardı. Bu zulüm yalnız erden emas, hatta ayalda mı bulavatqın ahval olup qılıvatıdı. Mesela erlerinin ayalının hakkını cayda ada qılmaslık, iqtisadi cihetini qısış, onunla til, ahanet qilish, közgü ilmaslıqdan ibaratdan ahvallar köp bulavatıdı. Çünkü biz Müslüman ayallarımızda ait iffetlik, erigi sadık, mesela kim keçekten ait addi, çünkü erinin iqtisadi o. Ait addi boğallık için hazırki uçuq cemiyette, internet vasıtalarında her xil nesle diqqatini tatip, bizden erlerimizden, meyli sırtda olsun, meyli televizorlarda veya ki bir neslerde tatip, özünün ayalını razı olmaydıgan, onu urunsuz işleri mecburlaydıgan, şu arkalık oturluk, soğukçuluk buladigan ahvallarına ait gibi. Bu ayalı kılınan zulüm, iğir zulüm bu. Bunu mu sal qaramaslıqımız lazım. Erler dikkat qilish lazım. Men bunu da dep qo'ydim bu, dep onunğa azayırıp şu ayal kişi şu günü yığılgan bolsa, şu gün bir gün uxlamay kirib qalmay yatqan bolsa ve yoki ah dep Allah'a nalı qilib qo'ygan bolsa, şu gap tufayli, ha ayal nim bo'lib qoldi demdi, mazlum, bu nim bo'ladi, zalim qilgan ish zulm bo'ladi. Agar şu qalbiga qattiq o'rnab ketib, şu mazlum qerin ayalimiz Allah'a nalı qilib duo qilib qo'yib qo'ysa, ma aylar chetaq chiqadi. Alimlerimiz şunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisini nakıl qilib deydi. Zulümden en çoğun xatiri aile yoki cemiyette birinci berketini götürüydü deydi. Xoş, xoş. Eğer er kishi ayolga zulm qilgan bo'lsa, bu vaqtda bu oila nim ko'tarilib ketib qoldi, berket ko'tarilib ketib qolgan gap. Ayollar belki ko'pincha vaqtda erlar zulm qilib qolgan ahvollar bo'lyapti. Ya'ni hozirgi chet el muhitida, iqtisodning chingligida, turmushning nihoyat qiyinligida erlardan o'rinsiz bir narsalarni talab qiladigan. Mesela falançılar mında boptu sen bana nimiş bana qilib bermaysan. Xalq uy yaptı biz nimiş uy alamaymiz. Sen ani qilib bermedin, mani qilib beraman deb. İnsanning qudrati kelmagan narsani talab qilish uning nima bo'lib qoladi? Zulm bo'lib qoladi. Şu arqılık bu aileden zulm bo'lganlikdan, meyli er tarafdan, meyli ayol tarafdan aileden berket götürülüp gidip qoladi, mehr muhabbet götürülüp gidip qoladi, Allah'ның g'azabi bo'lib qoladi. Şu arqılık aileler buzilayotgan, farzandlarimiz bundaq bir jidalxo bo'layotgan, bunda bir zulm, zalim, mazlum bo'layotgan bir muhitdan jirginayotgan. Hatta ki dadısı şunda taqvo deb, dadısının anasına zulm qilayotganligini ko'rib, bunda musulmon bo'g'uchi deyotgan. Anasının dadısının bişini ağırtıp devam cidal kurmayotgan uyda kızının bunda apamdek bunda yögünüp bunda zulüm qilg'ish nim qo'yapti deyotgan. Bu ahvollar cemiyetimizde o'tirg'i chiqyapti. Şuna bunu biz ilaqi erning ayol kishini azob berishi, ayolning er kishiga beshamlik qilishi emas. Bu aslida ilib etgan vaqtida bu bir zulm. Qaysi tarafda haqsizlik uchrag'ichi mazlum. Allah Taala'nın bu işe nayet gazip keladigan bir cinayet ekanligini biz tunib yetmesligimiz lazım. Buna qattiq diqqat qilmoqimiz lazım oilalarda. Şuna bekrek çünkü cemiyetimiz bulayotgan ahvollar shu bo'layotdi. Yana biri bu oiladagi zulm bo'lsa, yana biri şu en birinchi so'zildik, masalan boshqalarning iqtisodiy haqqiga tajovuz qilish. Eng ig'ir bo'layotgan ishlardan birisi ko'ryapmiz, obro'yga tajovuz qilish. Obro'y bir insanın obro'y pek muhim. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin Kabe'ye qarab turib, sen mü'minin obro'yu Kabe'den mi nima ulug' deb aytgan. Qani obro'yi Kabe'den mi ulug' degan. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadisda men sizlarga o'zaro obro'y nimani bir qancha harom bo'lgan narsalarni sanab turib, obro'yinglarni bir-biringlarni o'ttirib to'kishni qanday qildim? Harom qildim. Obro'yga diqqat qilinglar deb Peygamberimiz agahlandirgan. Mesela bir insanın ki bazı bir işlerini bulupmu hazırqidek internet vasıta ve yoki fitne tarap ketken, insanlar bir-birisiga ishonmayotgan, bir-birisining aqısını o'ri ko'laydigan, bir-birisini yomon qilishga harakat qilayotgan bir jamiyatda bizdek
nahayeti bir qiyin ahvolda har jihatdan siqilishtirayotgan musulmonlar har bir so'zni qilgan vaqtda nahayeti o'ylashib, rost bu ishni qildimi qilmadim. Agar shu ishni qilmay qilib men deb qolib qolsam, men nima bo'lib qolib qolaman? Haqqiga tajovuz qilgan bo'lib qolaman, shuningga zulm qilgan bo'laman, men zolim bo'lib qolaman deb tushunish lozim. Og'izdan shatni chiqarib, keyin shundamiki men xato deb qopdim, xatomi demaydigan gap. Shundamiki deb qo'yib to'xtab qilish emas. To'xtanglar. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda sizlarga bir fosiq bir xabarni aytsa, qanday qilinglar? Iniqlanglar. Iniqlab uning keyini muqam qilinglar, bo'lmasa pushaymonlik qilasizlar deb bayon qilgan. Shunga biz har qanday bir narsani anglagan yoki bir yerlardan bilgan vaqtimizda aldirmay, men zolim bo'lib qolmay, boshqalarga zulm qilib qo'ymay deb nihoyatda diqqat qilishimiz lozim. Hamda deyishimiz mumkin. Shu gap bilan tugitay. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam hadisda yana mazlum bilan Allohning o'rtasida nima yo'q, parda yo'q deb bayon qildi. Bu shu biz o'ylab qolamizki, shu biz mazlumni Xitoyga duo qilsak deb to'g'ri. Biz mazlum, bizning o'rtamizda parda yo'q. Ammo erdan azar zulmga uchragan ayolmi, ayoldan zulmga uchragan ermi, oilada zulmga uchragan farzandmi, boshqalarning zulmga uchragan qarindoshmi, başkalarının obro'yiga tajovuz qilinib, nayt yüzünü ko'taramay shu yo'q gap jihatdan heliqi og'irayotgan, uylar yig'ilgan va yoki taloq chiqishini hijlalayotgan va yoki masalan shu gap tufayli nurg'un avorchiliklarni tortgan mazlummi o'sha hadisga tushdi. Shu mazlum, ey Allohim, men ma ishni qilmagan edim. Menga zulm qilib, menga shu bo'htonni yoki mushni qildi, o'zing jazosini bergin deb qolsa, Allah icabet qilib qasmada xatarlik. Shuning uchun gapimizni yig'sak, bayam degan tafsilotning hammasini qilish zulmdir, qilg'uvchi zolimdir, shu haqsizlikqa uchirg'uvchi mazlumdir. Mazlumning duosini saqlanaylik, zolimning sufatiga kirib qilishga diqqat qilishimiz lozim. Alloh razı olsun. Tamam, savol so'rag'im qo'ymay, butun so'raydigan savollarning hammasiga bir javob beryaptilar. Chunki endi bog'liq bo'lgandan keyin bir so'zlar. Haqiqatan. Hamda şu sözlep ötkenlerdek yani şunu için bo'lsa kerak, şu insanlarninki hatta biz İslamning ichida şu mengatgan ben dindarman, dinim Allohning buyruqlariga bo'ysunaman deb mengatgan insonlarimizning ichidagi bu oila bo'lsin, şu ilm berim masalalarida bo'lsin, shunda ko'rilayotgan jamiyatdagi masalalarni tilga olib o'tdilar. İnsonninki bu qadar dinimizni yaxshi tushunmaganligidan men namozimni o'qisam, ro'zamni tutsam, ibodatlarimni yaxshi qilsam, qolgan sirtdagi xuddi bu din shu jamiga kirgan vaqtida yoki shu Ramazon kelgan vaqtida buldigandek, sirtga chiqqan vaqtida oilasida bu elish berishmiş, savdo tijorat boshqalarni qo'yib, bu narsaga diqqat qilmaslik amaliyotda aslida bu insonning Alloh farz qilgan bu amallarning qabul bo'lishi Alloh dargohida u insonning sirtdagi barliq muomala hayotidagi o'sha barliq ishlari to'g'ri bo'lmasa, uningki mushadi sajda qilib Allohga qilgani, hajga borgani, hamma narsaniki qabul qilinmaydiganligini bilmaganligidan men ani qilib turib uning keyindan hammani qilaman. Qilsam yana ajaymas chiqib bir duo qilsam shu hamma narsa tugaydi deb ashunda ham o'ylab qo'yganligidan bu ishlar yuz bergan bo'lsa kerak hamda. Hakikaten nurg'un masalalarni aytib tushunishga aytib berdi, Alloh razı olsun. Hamda shu zulmning inson qalbiga ko'rsatadigan shu qalbiga ham iymoniga ko'rsatadigan ta'siri haqida qisqa bir so'zdan bo'ladi. Hamda zulm inson jamiyatiga bayam deb ketib biri berketni yo'qotadi, ikkinchi biri adovatni paydo qilyapti. Xo'sh. Endi bizning hozir shundoq yaxshi qarindoshlarimizni o'zaro bir-biriga adovatlashib ketib qoldi. Nimishki desa, bu yerda zolim mazlum o'tirib bir zulm bo'lganlikdan bu insonlarning o'tirisiga ziddiyatni, o'zaro dushmanlikni, adovatni paydo qilyapti. Kelsa, zolimning iymonini ojizlashtirsa, mazlumning iymonini texinbekrak dilg'ulg'a kelib qo'yadigan ahvollar qoladi. Mazlum bo'lganlardan chunki endi bu nima insonlar nimasi bilan o'xshashmaydi endi bu biz hozir mana qarindishining qarindishi qilgan zulm dedik ya. Endi unda bo'lgandan keyin o'zining bir musulmon qarindishidan bir musulmon zulm uchirsa inson ishkilanib qoladi.
bir musulmon qeyrindishi men qanday qilyapti, zulm qilyapti, bu qanday bo'lib ketib qoldi deb o'zi sal dilg'ulab qolib qoladi. Endi bunda vaqtda, endi buni deyishimizning sababi, endi bunda vaqtda shu iymonimizni mukammallashtirish uchun Alloh subhanahu va taoloning ta'limotlari bor. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo mana shundaq zulmga uchragan kishilarga sabrni tavsiya qiladi. Endi sabr desa, menda bir xato tushunchilab qoldi ekan. Biz shu zulmga sabr qiling deb bizni aziz ma'qul davramdoq deydigan bir tushunchilab qoldi ekan. Bu yerdagi sabr, sen zulm qilsin, sen ma'qul deb shu nega shu yerga mang, pulingni ilavasi ma'qul deb ju vataningni ilavasi ma'qul deb shu degan gap emas. Bu yerda şu zulümge naiti toğır qanday qilish, pozitsiya, muamilda bo'lish. Agar kuching yetsa, darhol qarish turib, şu zulümni qanday qil to'xtat. Şuna Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sen zulümni ko'rsang, sen qerin zalim bo'lgan, mazlum bo'lgan qerinishga qanday qil? Yordam qil. Sahabalar so'ragan, o mazlum bu to'g'ri, haqsizlikka uchragandan keyin qanday qilmaymiz? Uning zulm yordam qilamiz. Bu zalim qanday yordam qilamiz? Shuning zulm qilishini shuni qanday qilib to'sab qo'yganligining o'zi uning qanday qilganliging bo'ldi? Yordam qilganliging bo'ldi degan. Endi bu temada qo'shimcha qilib kirdi. Masalan, sabr qilish deganligi ba'zi vaqtida ba'zi ishlarga darhol menga zulm qildi deb sakrab chiqib muomala qilish cho'ng oqibatlarni kelib qo'ydi. Masalan, mangma zulm qildi deb uningga ko'tarib pichoqni chiqib jidal qilish yoki jidalni cho'ngaytib o'tish, yo'g'antib o'tish, ijtimoiy bekrak nimani keladi? Cho'ng narsalarni keladi. Ba'zi vaqtida sen qilgan zulmni obdan analiz qilib, buning foydasini o'lchab turib, to'g'ri muomala qilib, shu zulmdan qutulish, shu zulmni yo'q qilish uchun qanday qilgan, harakat qilgan degan ma'noda tushunamiz. Ba'zi olimlar deydi-ki, agar sen kuching yetmaydigan holatda bir zulmga uchragan bo'lsang, sabr qilib turgan. Xo'sh. Shuningdan qutulish uchun harakat qilish bilan birga Allohning sana nusrat berishini qanday qilgan, kutgan deb mutarif qiladi. Shuna bu yerda bayam deganimiz, ba'zi shundaq zulmda sal ikkilanib, bu qanday bo'lib ketdigan vaqtimizda biz Allah tarafga qanday qilishimiz kerak, yuzlanishimiz kerak. Alloh, mana mayda ahvollar bo'layotdi, sen bizning yordamchimiz bo'lgin. Mana shu zulmning ustidan g'olib kelishga men kuch-quvvat ato qilgin deb o'zimiz harakat qilgan vaqtimizda, andan bu zulm Allohning yordami bilan bizning harakatimizdan qaysi zulm bo'lsa, bundan qutulg'il bo'ladi. Endi bu shundaq zulm qilib qilishdan Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem davomli boshqalarga zulm qilib qilishdan duo qilishni bizga o'rgatgan. Biz her vaqt bende bulu sübtimiz bilan biz Allah'ның yardımsız bir işini netice çıkaramayız. Allah bizga yordam qilmasa biz hech qanday bir qush qo'yadi emas. Şuna her vaqt Xuddi Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ketgandek, sahabeler davomli o'ziga qilgandek, ya Allah, meni o'z nafsimga zulm qilib qilishdan, boshqalarga bilib bilmay zulm qilib qilishdan, zolim sifatiga kirib qilishdan meni saqlab qolgin deb Allohning yordamini har vaqt tilmoqligimiz lozim. Xo'sh. Allah razı olsun damlam. Elbette şu insanın imanı kalbi köstüdüğün her qandaq bir cinayet Peygamber sallallahu bir hadisi var. İnsan her bir cinayet qanı onun bir qarı çekip oldu. Bu köpeygen siri şu nurgun meyli insanın hakkı kirip zulüm qılan bolsun. Meyli şu Allah qılan bolsun yoki öz nefsiga özüge özü qılan bolsun. Bu çekip köpeygen siri qarıda nurgun yaxshi ishlarmi, yaxshi nasihatlarmi, tavsiyalarmi hech qaysi ta'sir qilmaydigan bo'lib ketadigan bu qalbning qaytib ketishdan iborat bu ahvolga tushib qolsin. Allah saqlasin. Allah saqlasin. Endi shu hozir sizlar mesela asli ayrim bir savolim bor. İslamda shu zulmga sabr qilish masalasi, buning mohiyati nima deb. Sizlar hozir biraz aşlı bu narsa kirlar. Yuqorida butunlay insonlar o'tirisida o'zimizga o'zimiz qilib qolgan nafsimizning keyini qilib qolgan zulmning hammasini tushuntirib bo'ldi. Bo'libmi shu bizga o'xshash ishg'oliyatga uchirgan, shu tajovuzchi bilan kurash qilish masalasida uning zulmiga uchirgan bir xalqqa nisbatan biz bu nuqtani mencha haqiqiy ravishda tushunmaganligimiz uchun bugun bu hattoki vatanimizdagi ahvolni ko'ryapmiz. Xalqimiz ro'zini tutolmaydigan bir ahvolda. Künde mecburlanıp su içiriş ve başka bütün bu sözlep kelsek bu necislarının kılıp atkan rezillikini hem de hemmimiz körüp duruyordumuz.
Yani bu ata bobolarımız mençemdi ben şu devamlılık şu bu biz degan tuxum, ulataş, cimju deb butunlay aslida bundaq bir tajovuzchiga qarshi zulmga sabr qilishning ma'nosi asli quldan kelgan butun tirishchanlik bilan uningga qarshi kurash qilishni asli zulmga sabr deydi ekan. Islom o'lim adiri. Ammo bizning vatanda dal aksicha jimto farzandlarimiz shu beshini ko'tarolmaydigan qilib cho'ng qilinganligi uchun buni tatbiqotimiz shu hamda yillardan beri. Shu bo'libmi shu ishg'oliyatga uchragan bizdek bir xalqning faqat mushu nuqtasini biraz aşkan bo'lsak mohiyatini. Endi bayan biz zulmga sabr qilish deganda zulmga qarshi to'g'ri muomala qilish deb ham xuloslagan bo'ldik. Endi bir temini iymonimizga qanday ta'sir qildi degan gapimiz zolimninki zulm qilganlik uchun zolimning bayan siz tushuntirib o'tib ketdi. Xo'sh, u narsa tugisa qalbi gunoh ma'siyati ig'irlab ketdi. Xo'sh. Endi bu shu bayan degandek bizning hamda cho'nglarimiz hamda jiq Japan tatqanlığı üçün biz yaşlarımızı köpünçe vaxtida tuxumni taşqa o'g'il bo'lmaydi. Erbab bilan apilasan, herbab bilan soladi deganga asosan bir zulmga qarshi turadigan kishilarni besib kelaylik ekan. Bu xato tushuncha bu. Bu tupiltizdan xato tushuncha. Biz shuni tushunishimiz kerakki, biz qanchalik qurbon bergan sari biz nusrat shunchalik yaqin bo'lamiz. Çünkü biz bu yerda haqqimizni olish uchun harakat qilamiz. Xo'sh. Haqni haqqini olish uchun emas. Yordam biz qanchalik harakat qilgansa Alloh subhanahu va taolo bizga yordam beradi. Ya'ni bu yerda biz masalan hozir mustaqil bo'lgan davlatlarni ko'rdik, mayli Afg'oniston, yaqinda Suriya ozod bo'ldi. Ular to'xtab qilib bo'lmadi. To'xtamay ayadin 20 necha jihad qildi Afg'onistondan. Suriyaning mu 2011dan 13dan tortib cho'ng 11da qo'zg'alib 13da cho'ng konkulan bo'langandan tortib mayli har tarafdan bo'lib eng oxir bo'shashmay harakat qilganligi uchun, qarish turganligi uchun ashlar qalbi oladi. Ammo u yoq bu yoq chepchi ketganlar uchun qo'rqib desa, ular sitqagan bo'ldi. Bu yerda nusrat g'albi kimga bo'ladi desa qurbon bergan jinni tikkanlar bo'ladi. Endi bu yerda Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bizni hargiz ashuna ishni ko'rsanglar jim turinglar emas. Har qanday vaqtning o'zida zulmga qarshi turishimizga Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda chaqiriq qildi bizda. Buning misoli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning jihadga buyurganligi nima deb dedi? Sen ularga qanday qilgan? Jihad aşkın, ular seni yurtlarına qanday qilib etdi, chiqirib etdi, sizlarga tajovuz qildi, siz ularning qanday qilinglar jihad etchinglar deb Alloh subhanahu va taolo izlab berganligining o'zi har bir musulmonga shu amirki, sana zulm qilgan kishiga qarishdi deganlik bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning bu so'zlari va Ali roziyallohu anhuning so'zi bekrak mashhur deb davomli so'zlaymiz. Ya'ni cho'qim zulmga qarshi turish kerak va hatto zulmni agar qarshi turish bilan birga butun dunyoga yeb zulmning abdi bashirisini zulm qilguvchilarning kim ekanligini bildirishning o'zi bizning shariatimizning ahkomi. Shunga hamda biz hozirgi jamiyatimizda bag'an siri zulmga qarindoshlarimizdan ag'ir bo'layotgani zulmga ko'nab qilyotdi. Xuddi asli bizning ama temimizga kelsak, bizning shu kunlarga qolib qolishimizning sabablari hamda har xil turli sabablari bo'ladi. Birga nuqul qilolmaymiz. Sabablar nima desa, bir sözümüz var ya, meni çaqmagan işlar manchil yason degandek, masalan, menga kelmadi deb kelganlarga sukut qilganligimiz uchun. Xo'sh. Bu bämimizga axırda keldi. Hozirmi qanday bo'ladi desa, masalan, vatan bilan ba'zi bog'larni qurgan, munosabatni bog'laganlar, men vatan bilan ko'rishayotgan ekan. Yoki anda qilayotgan ekan, men chiqmay tursam bo'ladi-ku, men qilmay tursam, voy sen shu necha vaqtning oldida shu seni ko'rshamadida, bundan kimi ko'rshamas ekan mumkin. Naq sening bo'lish mumkin. Sen o'zing uchun emas, musulmon degan nima desa, musulmonning g'emi nimaga musulmon hisoblanmaydi. Zulmga qarshi harakat qilmagan, zulmni ko'rgan vaqtining itilib chiqmagan musulmon bo'lmaydi asli. Biz mana nuqtani bilishimiz kerakdi. Hozirmi bizning shu ojizlab ketayotgan, nurg'un faoliyatlarga ushlab ketayotgan, jim ketib qolganligimizning o'zi nima bo'lsa, zulmga qarshi bo'lgan tushunchimizning hozirmi nima ekanligini, to'g'ri, ojiz, nihoyat tuyan ekanligini bildirdi. Bu zulm sana qilsa zulm emas u. Zulm deb qarsang bo'lmaydi. O qiliqning o'zi yuz bergan aman sening uni qarshi turishing nima bo'ladi? Vojib. Bir zulm nada bo'ladi ekan? Sening qudrating yetsalam, imkoniyating bo'lsa, shunga qarshi turishing sana nima? Vojib. U menga kelsa zulm, meyada bu zulm emassan,
o Müslümanın ahlakı emas, o Müslümanın yolu emas o. Şuna qarindaşlar, muşular narsaga nihoyatda muhim qarash kerak. Bu neri noktadan Allah'ның zulmüge qarshi turish nimasi farzi. Men musulmonlik bütün burchim bilan mening mas'uliyat burchim bu zulmga qarshi turish. Ma zulmga uchragan, ma mening qarindishim. Men qarindishimga ani payg'ambar sallam debdi, yana mazlum bo'lgan qarindishing qanday qil? Yordam ber, qo'lla uni deb. Shunga biz Uyg'ur musulmonlari mushu zulmni to'liq tunib, zulmga haqiqiy qalbimizdan bir zulmni tushunib, shunga qarshi turish vojib edi. Afsus, ajizlab ketib boradi. Şuna bu zulüm meselesi mi biz qaytadan özümüzün beşimizden bir silkib etip, ey, mana bo'layotidı ma zulüm. Moşunga bo'g'ilib mana bo'layotidı. Yo'q, mayli men ko'rshamsam mayli, paranglasham mayli, ama ma zulümni to'xtatish uchun men chiqmasam bo'lmaydi deydigan bir ideya kelishimiz pek zarur bizga. Allah razı olsun damlam. Ko'p rahmat. Müşahede tüketken bo'lsak. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi sonimizni müşahede oxirlashtiraylik. Haqiqatan söz desek gapchiq, lekin nihoyatda tafsiliy tushuntirildi deb qarayman bu bugungi temani. Alloh to'g'ri tushunib, buning ruhi bo'yicha amal qilishga nasib qilsin Rabbimiz. Alloh umr bersa, yangi bir sonda, yangi bir temada ko'rishguncha amon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء